Subuyda namlıq əsərdəki Wangjing Wang məşqavul zadı nəkətdi. Subuyda namlıq əsərinin ən dəstəbki Gauchu yeni çıxqan, qalğan işqas palvallar çıxmağan şu məzmun qarsaq, Lin Chung'un orunda əsli Wang məşqavulda bir məşqavul vatdi Wangjing. Buna yaman adam ələm vardı. Lu Junye'nin qilishmaslığı mümkün bunun üçün. Lekin bu kin izdireksiz yoqab ketidi. Bundan bu zat nəkətdi. Bu məzmunğa qızqırğanlar Wangjing olub birdən yaxşıcılıq olan bir ötüb davamını alanlar. Əmdi bu məşqavul əsərinin 5 yıl çıqqandan keyin bu yerga Gauchu bilan bir tutishib qolgan ish bor. Hammamiz bilamiz. Shuning bilan bu yerga Gauchu bu Wang məşqavulni qaslab ras yüzlər urg'uzdi. Ya uning keyin bu Wang məşqavul aqlli qadam. To'xta, buningki bu yer uzoq turamligidek deyman. Buningki Gauchu yana davomli meni qiynab, ya bu qasligidek deb onusini elib bu qechikdi. Biroq keyin nakatdi nimish qildi degan aniq emas. Endi buning alam martina yo'qidi. Shunami mash qechish jarayonida bu Shijuanga bordi. Bu yerga bir kanat berib, elqi ajdarjigit Shijingni ko'rib qoldi. Bu ajdarjigit Shijing u vaqtida texi Gumpug'nayt yerisman. Bir sho'rqigo, shuning bilan bu Wang məşqavul buni ko'rib, birdan bilgan oldi. Uni keyin buni ustoz tutgan ki marat o'g'it qo'ydi. Qarsan shuning bilan bu Shijing Wang məşqavuldan marat o'rgangandan keyin nayt zo'r bo'sishildi. Hattoki Lujishin bilan bir qancha qapaz tutisha oladi. Keyin bu yerga Wang məşqavul bu yerdimi daraksiz ketdi. Shuning bilan bu Shijing ham o'zining ustozni izlayman Wang məşqavul deb bu yoq qo'yib, yana bu yerga Luda bilan Lujishin bilan uchrashib qoldi. Lujishin buning bilan uchrashgandan keyin buning gapi qarsa, Wang məşqavulning nomini anglaganligi, lekin uning bu yerda emasligini, boshqa yoqlarga ketganligini anglaganligini aytdi. Shijing bu yerdagi deb kamida lekin shu xabar ekanlar deb kelgan deb deydi. Lujishin ham bu yer emas, bu yandan diyardan ketdi deganda anglagan temda mush bir ko'ch paranglarini deb turdi. Lujishin adam bildi. Bu adam yandan diyarga ketamda, ya, bu yandan diyarga bormaydi. Nimish qilmoqda deyman. Kim nerede bir qechib yurgan adam, bu Gauchudan qechib yurgan adam qaranglar. Wangjing ahmaq va o'zining nega bordig'ini atrofdagilar deb qo'yamda. Bu chuqum yolg'on parang. Nima? Haqni g'aribga boshlab qo'yib, o'zi sharqqa ketadiganini muqarrar bu qavlishgan ekan. Bu endi nakatdi deganda endi asardan Shinayan apandim bu enni qalam tavirtib yuzbamgan. Lekin mushtaq fikrlar orqali masalan manga o'xshash, mana shuni so'zlaydigan, sizlarga o'xshash qiziqadiganlarni paraz qilvasin deb tashlab qo'ygan. Endi bu ishlarda endi bu Wang məşqavul 5 yiroqlarga ketmaydi, yandan yardım 5 yiroqqa ketolmaydi. Chunki buni olnisini qeyrib qolgan. Undaq yiroq yegan berishim natayinki yandan yarninki 10 yiroq bo'lmagan atrofidagi ma'lum bir bek nom chiqatmagan bir yez bozorda shu yerda kiyim turmush o'tkazib tirishchilik qilgan. Endi bu doira shu Gauchuning o'zlash doirasiga kirmaydigan bir yer. Bu keyin endi Liangshan kulgim chiqmagan, Arlongshangim chiqmagan boshqa baturlar bilan aloqasim yo'q. Mishada Shijing bilan Lujishinning bir dialogdan killa bu odamning asosini uchur tugaydi. Ham yana bu asarda mushunaq chiqib keyin izraksiz yo'qolib ketadigan baturlardan Timur bozg'onlik məşqavul Yanyuma mujumi bor. Endi bu erki qahrlik yo'l va Sunnining ham saboqdashi. Shunami? Endi Liangshan kuldikilar bilan bular tutishib qolgandan keyin bular Liangshan kuldikilarga taqobil turish uchun qahrlik yo'l va Sunnini yordamga chaqirdi. Birodarim deb. Endi naq o'sha vaqtning o'zida Sunjang Wuyonglar bir chiki o'ynab bu Sunnini zodi o'zi qo'shilmas bo'lmaydigan bir holatni shakllantirib qo'ydi. Sal xumsizlik bilan. Shunlarni bu yerga qahrlik yo'l va ularning qishiga kirib bu yerda bir ishyo'llik rolini o'taydi-ku. Keyin bular sotqinlik qiladi, nacharlik qiladi o hisobda. Liangshan kuldiga qatlik qildi. Shunlarni bu Liangshan kuldigilarga bu qilganki bular asalni mag'lub qildi. Endi keyingi qarsak, kechisi mush qahrlik yo'l va Sunni bilan bu Timur bozg'onlik məşqavul birga bir tutishib qoladi. Birga bir tutishib qolgandan keyin, "Voy og'a, burunqi birodarligimizni deb bo'lsin buni qo'yib etgan, bir qo'shqinimdan kesh. Mening sen bilan urushqim yo'q. Ikkimiz ursak chuqum birimiz o'limiz bu yerda. Mening sening o'limingmi, ko'gim yo'q, uzamningmi o'lgisi yo'q" deganki, "Bo'pti, sen ketgin" deb qo'yib turibdi. Endi televiziya teatri qarsaqmi keyindan o'qiyani otidi, o'lganini qildi, lekin Sunjangni qashig'i berib, "O'ldi" deydi. Buningki jasti ya kallisini ekanmaydi. Endi bu qahrlik yo'l va Sunning mard o'g'lan bu bir qatim yuzsizlik qildi. Shunami? Yani Liangshan kuldiga qaytib ma'lum sotqinlik qildi. "Hey" deb qoldi. Endi mush yuzni yurish uchun bundaq botir azmatlarga nisbatan chuqum qo'yib turibdim, ya'ni muqarrar qo'yib turibdim. Endi lekin bu qo'yib turibgandan keyin nakatdi, keyin nimish qildi degan uchurni yanala bu to'g'risida qalam tavirtilmagan. Ham yana 3-chi bir odam bo'lsa, Husanyangning aksi Xuchang Jujajuan qo'rg'ulan bo'lgan jangda bu yerda Lin Chung Husanyangni tirik qo'lga tushirdi. Shuningdan bu Husanyangning
filmdagi aksi Xo'jam bu yerga Sunjangni izlab bo'ldi bizim Elvulli. Manga singlim bak muhim, singlimning hayotiga bak ko'ngilma. Uni o'ltirib o bu deb shuninglar bular Elvuldi. Elvoganki bu yerga Sunjang ma'qul deydi. Ma'qul deb bular bilan yarışib birlashmoqchi bo'lib turgan vaqtning o'zida bu yerdagi Qarquyin Likoy ya yuzi mushunda qaram bo'g'ash qilamdi yoki Sunjangning maxfiy farmoni bormi? Keçisi qo'shin boshlab kirib, oldirg'i uchirgan hammalarni qirib tashlaydi. Shuninglar bu yerga Xo'jang to'xta biz el bo'lsaqmi, bular mushta quvvatliga deb bir ochiq tushdi. Endi bu yerga o'tirib chiqsa, Likoy boshlab kelgan qo'shin bilan nurg'un odamlar bor bu yerda. Yana o'lib ketishni ansirab, bir qism o'zining yaqin lashkarlari bilan ancha-muncha boyliqlarni olib bu yerdan ketadi. Liangshan ko'liga chiqmaydi. Endi buning keyin yoki fanglar qetildimi yoki Liangshan ko'liklar bilan uchimni olmadimi yoki Xaqonga el bo'ldimi, uningmi hech qanday uchri yezilmagan. Endi bu Xo'jangmi alamlar xil yuqori, uning ustiga xil muhim rol o'ynaydigan bir shaxsdek. Demak, men yuqori qilgan bu Uchiril Botir Asmatning Liangshan ko'ligi botirlarning ishqasini qilishmaydi bularmi? Bularning keyin nima ketdi, nima ish qildi degani asarda izdireksiz yezilmagan sizlar va mang'ushlash aqlli ishlarning tasavvur qilishiga boshlab qo'yilgan. Shuning uchun davomli so'zlayapman, shunami? Undan Subida nomli asar qilgan do'stlar, meni Guanju qilib, kashtish bo'janda savollaringizni davomli fikrlashsak bo'ldi. Rahmat.